$580 İstanbul. Ha, bu safar haqiqiy. Sıradaki istasyon İstanbul. İstanbul'a hoş geldiniz. Ko'pchilik Istanbulga borishni kamida bir marta tasavvur qilgan, lekin doim keyinroq, qimmat, nasib qilsa deb qolib ketgan. Endi esa reja emas, real imkoniyat. Ortiqcha pullarsiz atigi $580 evaziga 4 kecha 5 kunlik unutilmas sayohatni qo'lga kiriting. Mart oyidan boshlanadigan ushbu tur paketimiz to'g'ridan-to'g'ri Toshkentdan Istanbulga samolyot parvozi bilan boshlanadi. Mercury Istanbul West Hotel with Convention Center 5 yulduzlik mehmonxonada yashash imkoniyati. Undan tashqari, har kunlik nonushta ham tur paketimizga qo'shilgan. Sayohat davomida siz Sulaymoniya masjidini va Sulton Sulaymon hamda Xurrem Sulton maqbaralarini ziyorat qilasiz. Sulton Ahmed maydoni, Moviy masjidi va qadimiy ipodromni ko'rasiz. Istanbulning Osiyo qismi Uskudar va Mehrmax Sulton masjidiga o'tasiz. Ixtiyoringizga ko'ra Topkapı saroyi va Bosfor bo'ylab kema sayri kutib turibdi. Joylar juda cheklangan. Hoziroq Istanbul deb yozing va biz barcha tafsilotlarni yuboramiz.